Sentyabr oyida tug'ilganlar hayotga real nazar bilan qarashadi va o'zlariga kerakli bir ishni qilishga urinishadi. Bu insonlardan yaxshigina suhbatdosh va do'st chiqadi, negaki ular gaplariga yolg'on aralashtirmaydi. Ular har doim hayotda tetik va xushchaqchaq insonlardir. Sentyabr oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi o'ta xiyonatkor insonlar bo'lib, ular yo'lda uchragan insonni sevib qolishi mumkin. Aynan shu kamchiligi tufayli ular orasida juda ko'plab ajralishlar kelib chiqadi. Umuman aytganda, bu insonlar hayotda juda ko'ngli bo'sh insonlar bo'lib, ular o'ta rahmdil hisoblanadi. Bir qarashda qo'y og'zidan cho'p olmaydigan bo'lib ko'rinsa-da, lekin o'z ishini ustasi ular. G'urur borasida ularga teng keladigani yo'q. Ular otdan tushsa ham egardan tushmaydigan insonlardir. Bu insonlar pulni sevuvchi insonlar. Ular pul hayotda yaxshigina rol o'ynashini bilishadi. O'sha uchun ular ko'pincha pul jamg'arishni yoqtirishadi.